Opa-singillar ota-onamiznikiga yig'ilsak 3-4 tadan bolalimiz, hammamiz bitta bo'lganda juda ham ko'pchilik bo'lib ketamiz. Ana shunaqa paytda hammaga bir xil suziladigan guruchli dapanja ovqatini qilib beraman. Talerkalar hammasi oxirida bo'm-bo'sh qaytib chiqishiga kafolat beraman. Qizib turgan yog'da 1 minut bolgarskilarni qo'rib ko'tarib olamiz. Yana o'sha qizigan yog'imizga 2 osh qoshiq shakarni solib, tovuqlarni karamel rangda qo'rib olamiz. Bu ovqatga har xil spetsiyalar mos tushmaydi. Paprika, kashnich urug'i, zanjabil hamda bittagina zvezdochka solib qovurishda davom etamiz. Tovuqlar sochni pishishi uchun oldindan tomat, chesnok, pomidor va kashnich bilan yaxshilab qovurib, qolgan mahsulotlarni esa 5 minut oralig'ida ketma-ketlikda qovurib olamiz va yarim soatga suv solib, shira tortgunicha qaynatib olamiz. Muhim eslatma, Fika original qozoni bitta ham tagiga olmaydi, guruchlarni dona-dona pishirishda sizga yaqindan yordam beradi. Fika qozonga o'xshagan, ammo podelka variantlari ham ko'payib ketgan. Originalini olishni istasangiz, Asiya Home magazinidan kelib olishingizni tavsiya qilaman. Ovqatimiz ham tayyor. Albatta opa-singillar yig'ilganda bir marta bo'lsa ham tayyorlab, ota-onangizni xursand qiling.